Assalomu alaykum. Aziz Sharofoyda kanalimizda obunachilari va kuzatuvchilarimiz, YouTube ishqibozlari. Akalar, sizlarga ilingan bitta yana bola molimiz bor. Puli yengil bolasini ovos, 8 ta suti bor. Tuqqaniga 10 kunda bag'ida bo'lgan pamoyim, meni pamoyim. Men olganim 3 kun bo'ldi. Meni fikrimcha 10 kun bo'ldi deb o'ylayapman, chunki hali kindilar tushmagan bo'zichani, ovoschani. Sizlar chekilar. Novosda toza shvet tushib qolgan. Kallak o'ti bir xil. Xudo xolasa toza narsa ekan. Molni 8 ta sutga berdi, biz sog'mayapmiz, ochig'ini aytaveraman. 8 ta sut berar ekan, chunki kelgan kuni sog'dik. Taydi qaranglar. Buni qaranglar. Mana. Yelinlar ham oq yelan. Hani xunni hali to'g'ri, ko'rinishdan ko'pchilikka yoqmaydi bu mol, lekin nima bo'ladi. Mana bunaqa mollar o'zi ko'p foyda qilib beradi, agar bilsanglar. Eng kuchli mol qaysi mol deyishga aytaman men doim. Eng ko'p foyda qilgan mol eng kuchli mol bo'ladi. Mana. Ko'rlarchi? Mol semiz emas. Katta emas. Molni tishi bosmagan. Hop. Nima desam bo'ladi endi. Yeb-ichlar yaxshi, o'ta xo'ra. Prosta qarovsiz qo'yganmi deyman yo o'zi yomaganmi bu molni yeb-ichgan bilan. Bolasi chiroyli novoscha. U arqa tushib ketdi, uni bola novoschasi. Nomoli mana. Ko'yllar akalar. Kimga yoqsa, tushsa, mol tushib qolsa, bexijolat tortinmasdan telefon qilinglar. Mol hozir o'rnida chuqurlik bor, achitda chuqurlikka tushib olgan. Sizlarga ko'rinmayapti, domsaladan chuqurlikka tushgan. Men o'zim domsalarida turibman. Kishina ko'rinakan bo'lishi mumkin. Molni bo'la 120 dan pelusi bor, xullas. Past emas, uzun narsa. Mol shoxlari zavodskiy shunaqa o'zi. Ishlanmagan, o'zi shuni mana. Kimda kim tushunsa o'zi tushunib oladi mana. Mana akalar. Tishlari bosmagan xullas, garantiya. Arslon chiqdi-yu madam mana. Polvon. Ash polvon yuvib ketaveradi-da buni. Buni qarab turinglar. Hoppa, ma. Menga qara polvon. Mana akalar. Bolasi. Eng qizig'i bolasi ham juda kuchli narsadan tushganda. Bo'lmasam unaqa bo'lmaydi. Sizlar ham bilasizlar. Hop. Ona enasini yeyishlar akalar. Yeb itishi juda xo'ra. Hop. Puli 22 million. Puldan qimmat emas. Ulgurib qo'yinglar akalar. Dastlabkalari bor. Vodiy bo'ylab dastlabki qilib berishga harakat qilamiz. Kelishilgan holatda telefon qilinglar, 91 kodi bilan 607 04 14 ga telefon qilinglar, tushasizlar. Bo'lanasizlar. Telegram, WhatsApp bosh nomerda. 91 kodi bilan 607 04 14. Mana. Akalar, oldi kelinlar. Og'aylar endi ona. Pek. Mana akalar. Bolasi so'rib yuribdi. Chiqishi yaxshi. To'rovdan chiqadi vazirlab. Yoshlari zo'r. Halta ham akalar, xudo xolasa unaqa molga tushungan odam biladi, 8 ta sut bermaydi deb o'ylayotgan bo'lsanglar xato qilasizlar. 8 ta sutga sog'magan bo'lsam garantiya beraman. Hatto mana novoschasi bor. Toposcha. Ke. Ana vos. Kalla ko't akalar bir xilda. Bor, ening oldiga borchi. O'ljasini poylab turgan arslonga o'xshaydimi, o'xshamaydi. O qarang, bellar qaranglar akalar. Tamoy 10 kunda, men 5 kunlik olgan bo'lsam, hali 5 kun bo'lmadi olganimga. Buni qarang, uni butunligini qaranglar. Bola dahshatda xullas, novoscha kamiga. Haqiqatda, seni qayt. Ama enas mana. Ertasi bormayapti mana. Aka sog'ib ichaman, aka pulordaroq sifatliroq chiqib qolsa altinglar degan bo'lsa, qida yurgan akalarimiz bo'lsa, mana shuni
Bemalol tavsiya qilaveraman. Ko'rsin. Kallalar ham o'ta go'zal. Qayt. Sen ham qayt. Qayt. Buni ham akalar 5 litr suti bor, 4 litrga beramiz. Sog'ib ichib ko'rib, bemalol olaveradi. Bitta tuqqan u 6 kilo nargis. Ana jonivor mana. Ena bola, mana enasi. Ko'llar yo'qsa aytasizlar akalar. 91 kodi bilan 607 0414 ga telefon qilasizlar. Mollar aka bor. Uydan bitta bor, xullas yangi tuqqanimiz bor. O'ta pachka juda kuchli g'unajin tug'di, lekin mashina bilan teng tug'di akalar. Uyda yana bitta bor. Suti bor, 10 litrga beramiz uni mol sutini. Bu ham mol ham tasanasi bundan yaxshiroq, lekin suti ko'p bo'lasa, lekin mashina bilan bir xilda, bundan ham kuchliroq g'unajin. Uni ham kelishaveramiz. Xullas mol qilib yurgan aka-ukalarimizga telefon nomer 91 kodi bilan 607 0414. Hojatda hojonalarimiz bozorga chiqarmayotgan bo'lsa, manaqa sifatli mollar kerak edi, bitta baqib qo'ysammikin deganlar bo'lsa, o'zi qochib oladi, qochirib mol qilib oladi. Noldan emas, endi sog'ib ichib turadi. Ashali xonajinda o'rniga mashq xullas. Hali noldan mol qilgandan ko'ra 5 litr sog'ib ichib turadi, qo'yib oladi, qochirib mol qilib oladi. Bekar bilan Baxmetda mana shu molda ham mana akalar. 5 litr sog'ib ichib turadi. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. O'ta sifatli Shvedton. Shoxlar ham xullas o'ta kelib borgan, bitta tuqqan 6 kurak. Biz o'zimiz qo'ya olmadik, ochig'ini aytaman, bu qatalar bo'lib o'tkazib yubordik. Sog'ib ichib turishdi deylar. Xo'p, endi mana o'nga kelsa, endi bu boshqa tema, bolasi bor buni. 22 million so'm unisi akalar. Xo'p, juplab olganga xullas yo'lam akalar, necha pul aytamiz endi? Juplab olganga akalar 36 millionga ketdi kelasi. Bitta molni puliga bitta ena bolasini ovoz, bitta mana suvoy 5 litr suti bor Shved. 36 millionga ketdi. Juplab olgan olaman degan. Kelib ko'rsin, juplab 36 million pulni shunday sanasin, yo'l kirasiga men o'tib beraman. Yo'l kirasi mendan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Yuvoshlariga garantiya bor. Mana mol. Sifatini ko'ringlar. Yelinlari ham javna qali xarish mol emas. Xullas buni suti 5 litr 4 litrga beramiz deyapman uni. Buni ham chandirlari bor-u, endi boquvga bog'liq bo'lardi xullas ham yo'q. Bu qatalar o'tib ketib qoldi mana shu molam. Endi nariga endi aytdim-ku, boshqa tema bu. Xullas akalar, shunaqa gaplar. Bizga aloqaga chiqinglar, mol qo'ymaymiz. Bu mollar bo'lmasa boshqa mollar keladi. Shularni beramiz. 91 kodi bilan 607 0414. Mana shu kanaldan ko'rib chiqib kelib olsanglaringiz, xudo xolasa, obuna bo'lib kelsanglaringiz agar mana shu kanaldan pullarni ancha yengil qilib beramiz. Cho'jonlar. Qayt. Ha, qisdan. Qayt. Akalar mana. Ko'llar va olinglar. 91 607 0414. WhatsApp, Telegram bor. Mol bo'yicha mol kerak bo'lsa telefon qilasizlar. Xudo xolasa bizda mollarni sizlarga ko'rsatamiz. Yo'q bo'lsa yangi ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bizda chunki har bozor 5-6 ta mol keladi har hafta, ketadi. Tirikchiligimiz shunaqa, mol bozordan mol olib sotamiz. Bizlarda konchilik deyilmaydi. Jonivor. Hayt. Mana. Kelar.